Hamma yaxshimi? Assalomu alaykum. Mana sigircha kirolmayapti. Xullas, davoladik, bo'lmadi, tuzalmadi. Issig'i chiqib ketaveradi, keyin temperatura ham chiqmay qoldi. Faqat qornini bukchab turaverdi. Magnit bilan sim bormi yo'qmi tekshiryapmiz. Sim ko'rsatmayapti. Kundan kunga minusga ketaverdi. Og'riq qoldiruvchi nimalar qilamiz? Ozgina yeydi yoki ichadi. Xullas natija yo'q. Hozir shuni bu holatda so'yish mumkin emas. Shuni hozir ukol bilan uxlatib ketamiz. Nemischada Einschläfen deydi. Germaniyada bu normal holat. Hayvon tuzalmasa ochig'ini aytib yoki egasidan bo'ladi tashabbus yoki doktor aytadi, kerakli chegarani qo'yib hayvonni dalsha davolamaymiz deydi va hayvon o'ldiriladi. Yeyish uchun yaroqsiz hisoblanadi, chunki bunaqa holatdagi bunaqa go'shtni iste'moli odamga bo'lgan ta'siri salbiy bo'lish ehtimoli katta. Biz o'rnak olishimiz kerak ayni mana shu holatdan.